Xo'p, assalomu alaykum qizlar, yaxshimisiz? Xo'p, bugun men sizlarga kaloriya haqida bir og'iz ozgina tushuntirish berib ketmoqchiman. Xo'p, kaloriya haqida. Xo'p, avvalo defitsit kaloriyadan boshlayman qizlar. Va qaranglar, defitsit oldin to'xtaylik. Oldin kaloriyani men sizlarga tushuntirib beray, undan keyin defitsit kaloriya haqida aytib beraman. Xo'p, kaloriya bu organizmga energiya beruvchi o'lchov qizlar. Ya'ni qisqacha organizm harakat qilishi, ishlashi, uxlashi, uyg'onishi, qarashi, o'tga qarashingiz, uxlashingiz, hamma narsangiz bu kaloriya qizlar. Energiya beruvchi o'lchov. Kaloriya bu energiya beruvchi o'lchov. Masalan, qanaqa tushuntiray sizlarga? Masalan, biz shakarni kiloda o'lchaymiz, например, suvni litrda o'lchaymiz, to'g'rimi? Bizani energiyamizni o'lchovini biz kaloriyada o'lchaymiz va bu har bir oziq-ovqatda ham kaloriya bor. Ya'ni bizning tanamizga energiya beradigan oziq-ovqat, uglevod, oqsil, yog' har birini turlicha energiya beradigan narsalarni biz kaloriyada hisoblaymiz qizlar. Ya'ni qaranglar, endi defitsit kaloriya bu nima? Organizmga kerakli kaloriyadan kamroq energiya olish holati. Kaloriya, mana kerakli kaloriyadan kamroq energiya olish holati. Kam energiya beriladi. Ya'ni bunda masalan agar siz kunlik yegulikdan kerakli kaloriyanidan kamroq iste'mol qilsangiz, organizm zaxiradagi yog'ni yoqishni boshlaydi. Ya'ni masalan aytishadi, masalan Instagram yoki Telegram, xullas qayerda video haqida YouTube'da masalan qayerda ko'rgan bo'lsanglar, defitsit kaloriya degan narsa bor. Defitsit kaloriya bu qizlar, masalan, meni kunlik kaloriyam hisoblaganimda internetdan ham, anaqadan ham, kimda ChatGPT bo'lsa yoki kim bilmasa menga yozsin, meni bo'yim, men ayol kishiman, meni bo'yim bu, meni vesim bu deb yozsanglar, sizlarga kunlik kaloriyalarni chiqarib beradi va o'sha kunlik kaloriyadan ozgina kamroq yesanglar, sizga energiya oladigan kaloriyangizdan ozgina kamroq yesangiz, siz sizni tanangiz o'sha sizni mana beringiz, mana qorningiz, ko'tingiz, hamma joyingizdagi soningizdagi yog'larni yoqishni boshlaydi, ishlatish boshlaydi. Например, qanaqa bo'ladi? Masalan, mana men ayol kishiman, meni yoshim manimchada, misol uchun bo'yim 1.63 dan 1.65 gacha. Hamma joyda har xil meni bo'yimni o'lchashadi, shuning uchun o'zim ham adashib ketaman bir xilda. Bir xilda bo'yim 1.65 bo'lib qoladi, bir xilda 1.63 bo'lib qoladi. Bu kulgili kim uchundir, lekin bor. Va meni kunlik kaloriyam, vesim masalan 86 edi, 86 kiloda meni vesimni doktor endokrinolog 1,5 ming meni kaloriyamni aytganlar. Ya'ni meni defitsit kaloriyam 1,5 ming. O'zi aslida meni kunlik kaloriyam 1900-2000 kaloriya bo'lgan edi va meni defitsit kaloriyam, ya'ni o'shandan ozgina kamroq yeyishim, kamroq iste'mol qilishim, zaxiradagi yog'ni yoqadigan kaloriyam 1,5 ming. Ya'ni meni общий kaloriyam, masalan energiya ketishi bor-ku, energiya masalan uxlashim, turishim, uyg'onishim, masalan men kam harakatda bo'lishim. Nimaga men именно endokrinologga borganda kam harakatda bo'laman deb aytdim? Chunki men u paytda syomkadan, ya'ni to'ylarga borish, fotosessiyalarga borishdan ta'tilga chiqdim. Faqat uyimdagi montajlarimni qilyotgandim va o'shanda qizlar men o'tiradigan rejimdaman deganimda aytdilar, ha, demakki siz kam mashq qilasiz va kam mashq qilganingiz hisobiga sizda 2000 kaloriya, 1900-2000 kaloriya va siz o'shandan 4000 yoki 5000 kaloriya kamroq yesangiz, ozgina kaloriya kamroq, ya'ni 1,5 ming kaloriya yesangiz, demakki sizning yog'laringiz yoqiladi, zaxirada yog'laringiz dedilar. Masalan, men agar shunda o'zimni 1,5 ming kaloriyamni yeydigan bo'lsam, 2000 yeydigan bo'lsam qizlar, men shu vesda qotaman, lekin ves yig'mayman. Agar 2000, 2,5 ming, 3000 yeydigan bo'lsam, demakki men semiraman. Agar o'sha 2000 dan pastroq 1,5 ming yeydigan bo'lsam, mendan yog'lar ketishni boshlaydi. Ya'ni ozish. Kaloriya defitsitida qizlar, kaloriya defitsitini aniqlaganinglardan keyin, например, men aytdim, 2000 kaloriya edi meni mashq energiyam, kaloriyam, kunlik ishlatadigan kaloriyam 2000 edi, lekin bundan kamini defitsit kaloriyamni aniqladim 1,5 ming, demakki bunda ozish protsessi boshlanadi. Xo'p, kaloriyani aytdim, defitsit kaloriyani aytdim va yana qaranglar qizlar.
Masalan, bitta narsa bor. Men masalan 1,5 ming kaloriya yeyman, lekin kam mashq qilaman. Shu 1,5 ming kaloriya yesam ham, men kam mashq qilsam, mani lekin bo'yim, vesim masalan 86 desam, bo'yim masalan 1,63 bo'ladigan bo'lsa, lekin именно xuddi shu vazndagi va xuddi shu bo'ydagi inson defitsit kaloriyasi manikidan har xil bo'lishi mumkin. Nega? Chunki mani kunlik ishlatadigan energiyam, kaloriyam past. Chunki men o'tirib ishlayman, o'tirib kompyuterda ishlayman, o'tirib ish qilaman. Lekin именно men bilan bir xil bo'ydagi, vesdagi insonni kaloriyasi boshqacha bo'lishi mumkin. Chunki u sportchi bo'lishi mumkin. U har kuni 3 soat, 4 soatdan mashq qilishi mumkin. Shuni hisobiga uni kaloriya, defitsit kaloriyasi boshqacha bo'lishi mumkin qizlar. Ya'ni harakatdan kelib chiqib, faqat bo'ydan, vesdan, kilogrammdan emas, harakatdan kelib chiqib ham bu narsa aniqlanadi. Chunki kaloriya sizni aytyapman, mana bundoq qarashingiz ham, uxlashingiz ham, harakatlanishingizdan kelib chiqib bo'ladi. Tushundinglar qizlar, mani tushunib oldinglar. Xo'p, endi sizlarga bitta sirni ochaman qizlar. Xo'p, sirdan oldin kletchatkani ayting qizlar. Kletchatka suyuq narsalarda, svejiy narsalarda bo'ladi va yana tushuntirib o'taman. U bu o'simlik mahsulotlarida bo'ladigan hazm bo'lmaydigan uglevod turi hisoblanadi. Shuning uchun ham kletchatka bizga uzoq vaqt to'qlik hissini beradi. Shuning uchun men sizlarga kletchatka, svejiy salatlar yeylar deyapman qizlar. Qorninglar tez ochib qolmaydi deyapman. Oddiy qilib aytganda, ichakni tozalaydi, hazmni yaxshilaydi, uzoq vaqt to'q tutishga yordam beradi, qon shakarini oshirmaydi qizlar. Qondagi shakar miqdorini oshishi qizlar o'zinglar bilasizlar, qanaqa kasalliklar kelib chiqishini. Qayerda ko'p? Sabzavotlarda, meva, don mahsulotlari, loviya, no'xatlarda ko'p. Sog'liq uchun juda muhim. Uglevod organizm uchun asosiy energiya manbai qizlar. Qisqacha, organizm harakat qilish va ishlash uchun uglevoddan energiya oladi. Miya asosan uglevod bilan ishlaydi qizlar. Uglevod turlari, tez uglevod, shakar shirinliklar, bu ham uglevod qizlar, lekin tez uglevod bor. Tez yeysizlar, yo'q, yeyishinglar обычный bo'ladi, lekin tez qorninglarni ochiradi. Shirinlik yeganinglardan keyin ahamiyat bersanglar, tez qorninglar ochib qoladi. Xo'p, murakkab uglevodga non, guruch, makaron mahsulotlari kiradi. Shu ro'molimni charchatdi. Kiradi va non, guruch, makaron mahsulotlari qizlar, hazm bo'lgandan keyin buni yog'larni men sizlarga tushuntirib berganman va undan keyin kletchatka hazm bo'lmaydi, lekin foydali etdim. Non va don mahsulotlari, meva, sabzavotlar va shirinliklar kerakli miqdorda iste'mol qilinsa foyda. Shuning uchun ham men sizlarga faqat ertalab yesanglar bo'ladi deyapman. Ertalab non yeganinglardan keyin целый день uyinglarda ish qilasizlar, mashq qilmasanglar ham yoki bo'lmasam uyinglarda bolalaringlarga qaraysizlar, qachon ovqat qilasizlar, o'tga-betga yurganinglarda o'sha non, ya'ni uglevodni kaloriyasini sizlar aniq yoqib yuborasizlar qizlar. Shuning uchun non yesanglar ertalab bo'ladi. Oqsil, protein, ya'ni bilsanglar, oqsillar masalan bir xil yetmagan sportchilar yetishmagandan keyin yoki erlarimiz sportsmen bo'lsa, masalan protein olib ichishadi qizlar. Ya'ni bu oqsil. Ya'ni masalan go'sht yemaydi deb protein ichib qo'ya qoladi. Batlarda organizm qurilish, xullas bat bunaqa protein aytdim-ku. Xo'p, organizmning qurilish moddasi oqsil. Qisqacha mushak, teri, soch uchun juda ham kerak. Hujayralarni tiklaydi, immunitetni kuchaytiradi qizlar. Oqsil bu nimada bo'ladi? Go'sht, tovuq, baliqda, tuxumda, sut mahsulotlari, loviya va no'xatda. Sut mahsulotlari oqsilga kiradi, lekin men sizlarga juda kam yillar ayrim qizlarga deyotganim sababi sut mahsulotlari insulinni ko'tarib yuboradi qizlar. Ya'ni yeyishga ishtaha ochilib ketib, yeyishga bo'lgan anaqa xohish kuchaytirib yuboradi. Shuning uchun sutni kamaytirishimiz kerak deb aytyapman. Ya'ni yuzda problema bo'lgan ko'p qizlarda, masalan, to'g'ri ovqatlansanglar ham yuzinglarda problemalar ketmasa, demakki shundan. Va yana bitta narsa aytdim sizlarga kecha telegramda va yana bugun ham qaytaraman qizlar. Juda ham qattiq stressdan ham yuzdagi muammolar bo'lishi mumkin. Ozishda eng muhimi oqsil qizlar. Aytdim sizlarga, qisqacha oqsil to'q tutadi, mushakni saqlaydi, uglevod energiya beradi, kamaytirish kerak. Ya'ni non, shakar mahsulotlarini
yog' oz miqdorda kerak. Bu degani masalan avokadoda bor, shuning uchun avokadoni ko'p yetishadi, yog'li o'zi tabiatan. Keyin zaytun yog'i, masalan ertalab uyg'onganingizdan keyin kim uyda zaytun yog'i bo'lsa, bitta kichkina qoshiq yoki qoshiqingizda kichkinaroq bo'lsa bitta katta qoshiqda yesanglar bo'ladi. Bu tana uchun foydali qizlar, ya'ni kunlik yog' defitsitini to'ldirasizlar. Defitsit degani yetmayotgan, yetishmovchilik degani o'zbekchada. Shu kunlik yog'inglarni, yetishmayotgan yog'inglarni to'ldirasizlar. Har kuni ertalab bitta qoshiqda zaytun yog'i yesanglar kletchatka ochlikni kamaytiradi. Shuning uchun ham qizlar nima sababdan, mana miyalarda savol bo'ladi, nima sababdan men non yemasam ham faqat suv ichmayapman, salat yeyapman, ovqat yeyapman, qornim to'q turibdi. Oldin non yesam ham qornim to'ymasin, bundan ko'p ovqatga deyapsizlar-ku. Mana shuni sababi kletchatka sizni qorningizni to'q tutadi qizlar. Xulosa, ko'proq oqsil kletchatka, kamroq uglevod, ozi ishonchliroq deb yozganman. Hop, defitsit kaloriyani tushuntirdim. Ana endi qizlar qiziq joyga keldik. Kamola, siz har doim anaqa masalan kaloriya sanaysizmi deyishadi. Yo'q, men kaloriya sanamayman qizlar. Nima qilaman? Aqlli xod sizlarga o'rgatib ketaman qizlarim, mayli bo'lsa sizlarga bo'lsin. Qizlar, mana masalan men именно hayz kunlarida men bilaman, hammamizda bo'ladi. Hayz kunlarida qizlar shokolad yeymiz, chips yeymiz, shunaqa narsalar yeyimiz keladi. Snacklar, ya'ni перекусlar qilgimiz keladi, bir nimalar yeyimiz kelib qoladi, kechqurun o'tirib yegilarimiz, popkornlar yegimiz keladi-ku. Ana shunaqa vaqtda qizlar men yeyman, yemayman emas, lekin qaranglar. Kunni birinchi vaqtini tanlayman. Har doimgidek sizlarga nonni ertalab yeylar deganimdek, men shokoladni kunni birinchi yarmida ulgurmasam, shokolad magazinidan uyga kelmagan bo'lsa, obed yeyishga harakat qilaman va undan keyin ko'p suv ichaman. Ko'p, ya'ni ko'tarib emas, ko'proq suv ichishga harakat qilaman va o'sha paytda meni kaloriya sanash anaqam ishga tushadi. Funksiyam, miyamda shundoq kaloriya sanash funksiyam ishga tushadi. Ya'ni men ko'pincha bir xil shokolad yeyman, qizlar, bir xil, faqat Bounty yemang, Bounty yaxshi ko'raman, men boshqa shokoladni bilmayman, lekin sizlarga o'rgataman. Hamma shokoladda foizi yoziladi va kaloriyasi yoziladi. Hamma shokoladda qizlar kaloriyasi yoziladi. Nechta yeganingizga qarab kaloriya hisoblaysizlar. Например, men butun shokoladni yesam bir kunda kamida 300 kaloriya bo'ladi. 300 kaloriya. Ya'ni men bir kunda 1,5 ming kaloriya yeyishim kerak bo'lsa, men 300 kaloriya o'sha bitta shokoladim bo'lsa, yana menda 1200 kaloriya bo'layotgan bo'lsa, men o'sha 1200 kaloriyadan keyingi ovqatlanishimni oshirmayman. Va shu bilan men defitsit kaloriyani to'ldirib, bemalol shokolad yegan kunlarim vazn ketmaydi, lekin vesam yig'mayman qizlar. Ya'ni buni sizlarga o'rgatdim. Manfaatli bo'lsin. Duo qilib qo'yinglar har doimgidek. Duolaringizdan umidvorman. Ota-onam uchun, o'zim uchun duo qilsanglar juda ham xursand bo'laman. Va bugun men sizlarga shuni o'rgatmoqchi edim. Hammasi tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Prosta nima sababdan Kamola kosada yeyapmiz degan tushunchani aytaman qizlar. Muntazam ravishda bitta ish qilish qizlar miyani o'rgatadi. Ya'ni muntazam bitta piyolada ovqat yeyish men shunga to'yaman, to'qlik hissini beradi. Miya bilan aytyapman, butun tanani miya boshqaradi. Demakki, sizlarga butun to'qlik hissini bu bitta narsani ko'rib, mana shunga to'yaman degan narsa miyada aylanib to'yib qolasizlar qizlar. Даже porsiyani kamaytiradigan vaziyatlaringiz ham bo'ladi. Bu bir. Ikkinchidan, oldin именно ko'p dietologlarni, professorlarni kuzatganimda, ular mana shuncha ovqat yeyishadi. Mana shuncha, bitta odam o'zi bitta mushtichalik, yuragi mushtichalik bo'ladi deydi, mana shuncha ovqat yeyish kerak deyiladi. Yoki mana shuncha ovqat yeyish kerak deyiladi. Qizlar ko'ryapsizlar. Mana shuncha ovqatimiz hisoblaganimda, ya'ni mana bir xil dietologlar, endokrinologlar, nutritsiologlar to'g'ri tarelka qoidasini o'rgatishadi. Ya'ni ovqatni tarelka bo'lsa, ko'p qismida salat bo'ladi, ozgina qismida oqsil bo'ladi, например, no'xat, grochka, grechka bo'lsa, keyin go'sht bo'ladi deb tushuntirishadi-ku. Mana shu narsani men o'zim masalan nimaga bunaqa qilganman, qizlar o'ylaganman, chunki mana shuncha qilgan narsam qo'limda guruchni o'lchab, mana shuncha solgan guruchim solganimda bitta piyla chiqqan va shundan keyin men bitta piyla qoidasiga o'zim amal qilishni boshlaganman. Va hammani tarelka qoidasiga nimaga amal qilgan? Hammani tarelkasi har xil. Masalan,
Shunaqa bo'lgan. Man sportsmen trenerim bilan ishlaganimda man bitta talinkka yegin deganlar-da menga. Keyin men aytganman, ana bular ruskayda. Keyin man aytyaptiman, senga bitta tarelka yegin degdim, deyapti-da. Men aytyapman, dietический kafega bordim, tarelkasi tog'ora deydi qizlar. O'shanga to'ldirib, grechka, kotlet, pyurelar solganman. Bu ko'p deyapti menga. Va shundan keyin o'ylaganman, miyamga signal kelgan, hammani uyida tarelkasi har xil-ku deganman. Har xil, mana katta, sal katta, masalan, o'zimizda ham bor, salat soladigan talinkamiz bor yoki bo'lmasa meva soladigan tarelkamiz bor. Shundan kelib chiqib qizlaman. O'zimga eng maqbul anaqa piyola, baribir sal razница qilishi mumkin, lekin hammamiz почти o'zbekcha yoki kitayskiy piyolar ayniqsa kichkinaroq bo'ladi. Shundan kelib chiqib men piyola qoidasiga amal qilishni boshlaganman qizlar. Kletchatka bo'lsa, bu foydali va to'q tutishimizga zarari yo'q. Kaloriya olmaysiz kletchatkadan. Shuning uchun ham kletchatkani bir tarelka yesanglar bo'ladi va anaqani ovqatni o'sha bir pila kaloriya sanab charchamaslik uchun. Va bitta narsani aytmoqchi edim, yaxshi esimga tushdi. Shokolad yeganimda qizlar, aytdimku shokolad yeyman, kaloriyani to'g'rilayman. Masalan, ko'pincha ahamiyat bersanglar, men videolarimda, rasmlarimda ham qo'yaman. Ovqatlanayotganimda, masalan, pilada ovqat yeb turaman-da orada, keyin top etib anaqaga o'tib olaman. Qarasanglar, tovuq bilan lavash, tovuqli lavash qilib, tovuqqa pishirib yeb, lavash qilib yeyman orada. Nimagaki oqsil bu, tovuq go'shti oqsil, ya'ni protein. Bu oqsilni menga umuman tanamga zarari yo'q. Bu menga faqat foyda. Men uni masalan grammini 200 gramm, 300 grammdan oshirmayman. Undan ko'p menga. Va bitta o'tirganimda o'sha shokolad yegan kunlarim, buzgan kunlarim srazi tovuq yesam, u faqat haligi yegan kunduzi yegan zararli narsam kaloriyaga qoladi-da. Bu yoqda yegan proteinim, ya'ni oqsilim menga foydaga ishlab beradi va men hech qanaqasiga vazn yig'mayman. O'sha bu aqlli xo'd. Sizlarga bu sirimni qizlar tekinga aytyapman, tekinga rahmat deylar. Biram minnatchisiz nima deylar. Va shuning uchun qizlar mana shunaqa qilib men o'zimni tiyib to'g'irlab yuraman. Ya'ni oldin ozmasimdan oldin ham, bu oxirgi 86 dan bo'lmasligimdan ham oldin, men oldin полный o'zimni соблюдать qilib yurgan vaqtlarimda o'tgan yil aytdimku, sayohatga chiqqanimdan keyin men vazn yig'ishni boshladim. Chunki sayohatda xohlagan narsamni yeb, o'zimga xohlagancha ruxsat berdim. Yedim qizlar, semirdim, xo'p. Va undan oldin bu narsani shunaqa qilib yuraman. Va buni qayerdan o'rganganman desanglar, men buni onamlardan o'rganganman. Onam har doim, mana hozir 55 ga ketyaptilar, ko'z tegmas, umrlari uzoq bo'lsin. Har doim hayotlarida xuddi shunaqa vaznda yurganlar. Men o'zi avvalo oldin onamni kuzatganimda o'ylardim, yo'q, buvim bilan dadam anaqa bo'lishgan, ozg'in odamlar bo'lishgan-ku derdim. Yo'q, lekin xolam ham borlar, xolam do'mboqlar, semizlar. Xolam ovqatdan отказ qilmaydilar, lekin onam har doim to'yga borganlarida ham, даже to'ylarda ham qizlar ovqatda menga ko'p o'rgatadilar, tarelkani to'ldirib olmagin. Masalan, shunaqa odamlar bor. Men to'yga ko'p boraman, to'ymani tegmanku qizlar. Shunaqa odamlarni ko'raman, bitta salatdan yarmini soladi, narigi salatdan ham yarmini soladi. Aslida talinkaga odamlar mincha qilib solishligining sababi shvedskiy stolda ozgina bir qoshiq solasiz. Chunki siz uni mazasini ko'rsangiz bo'ldi, undan to'yishingiz kerak emas. U dasturxonda biz O'zbekistonda o'zbek xalqimiz juda anaqa noz-ne'matlarga boy xalqmiz-ku. Dasturxonda shuncha narsa bor. Dasturxonga borganingizda ham masalan bitta oliviyadan, bitta frantsuzskiydan, bitta sezardan solib, bir qoshiqdan solib, hammasini mazasini bilib, keyin первый, второй yeganingizda ham уже qoningiz to'yishi kerak. Yo'q, lekin biz unaqa qilmaymiz-ku. Biz hammasidan to'ldirib solishimiz kerak-ku qizlar. Yarmidan, salatni yarmidan to'ldirib solishimiz kerak. Men bilaman, eng uyatli mehmonlarni dasturxonida o'tirgan bo'lsa, uyat qiladi desangiz, kamdan solishadi, boshqa payt to'ldirishadi, bosishadi. Hamma emas qizlar, hamma emas. O'zini hurmat qilgan insonlar unaqa qilmaydi. Va bu narsani onamdan o'rganganman. Bir marta даже mana shunaqa talinkamni to'ldirib olib ovqat yeganimda, mehmonlarni oldida, to'yga borganimda, uyga kelganimdan keyin oyimdan juda ham qattiq gap eshitganman qizlar. Och arvohmisan degan chiroyli gap aytganlar menga. Nimaga unaqa qilasan? Har kuni yeb yurgan narsang-ku, unaqa to'ldirib, talinkangni to'ldirib olmagin, unaqa qilmagin bolam. Mana bitta solgin, bitta vilkada sol.
keyin undan keyin yana yeging kelsa yana olib solib yeysan, ketib qolmaydi bolam, tugab qolmaydi, tugab qolsa dasturxonni ustida boshqa millionta narsa bor, tarelkani to'ldirib olmagin deganlar. Va o'zimiz ham judayam har doim oldin xafa bo'lardim. Zo'r narsalar bo'lsa kechqurun 12-1 bo'lsa ham biz отказ qilmasdik, lekin onam yo'q 12-1da man yemayman, ertalab yeyman, ertalabga olib qo'y, ertalab yeyman derdilar har doim. Va hozir ham ko'rsanglar qizlar shunaqa yoshlari 55 ga ketyapti, ko'z tegmasin mashalloh. 70-72 vesda yuradilar har doim. 70-72 vest qizlar, bo'ylari men bilan teng. 1.65, 1.66, 1.67 chiqadi onam bo'ylari. 1.63 ham bir xilda bo'lib qoladilar onam ham. Va veslari 70-72, 72-75 lar bo'lsa sразу ozib oladilar qizlar. Men 70 kiloda videoda qo'ydim qanaqa ko'rinishimni. Endi tasavvur qilinglar. Onam mana kichkina razmer kiyadilar qizlar. Men onamni kiyimlarini любойni kiya olaman. Meni kiyimlarim onamga katta bo'lib turadi. Hatto onamning yelkalari bor ozgina. Menimcha odam yoshi katta bo'lgandan keyin yelkasi ham ozgina kattalashadi, chunki bilinadi-ku yoshi katta bo'lgan. Bu shunaqa. Ya'ni yelkasi bor bo'lib, mamutlari nakachniy bo'lib ketmagan, просто yelkalari kengroq. Bu shunaqa. Menikidan sal kengroq. Men shu turishim bo'lsa, masalan, ozgina muncha bor qizlar bilinadi kiyimda. Tasavvur qilinglar qizlar, onam har doim figurada yuradi. Hech qachon bozorga borganimizda, magazinga borganimizda onam uchun kiyim topishga, umuman razmer topishga qiynalmaganlar. Mazza va nima kiysalar yarashgan, to'g'risi qizlar. Shunaqa bo'ylari, ozg'in bo'lganlarga bo'ylari uzundek ko'rinadi, uzun anaqa yubkalar kiysalar ham yarashib turadi. Men bu narsani oldin tushunmaganman. Onam judayam har doim ovqatni me'yorda yeyishga harakat qiladi. Menga kamroq suzdirdi va oyi yeversangiz-chi, nima bunaqa qilasiz? Hammamiz ham farzandimiz, onamiz yaxshi narsani ko'p yeyishligini xohlaymiz-ku, lekin onam bu narsa bilan ertaga yeyman deb aytardilar. Chunki keyin yeyman, haliroq yeyman, menga shu bo'ladi derdilar. Va bu narsani men ko'zimni oldida ko'rib katta bo'lganman, lekin bu narsani o'zim ortiqcha vazn bilan kurashganimdan keyin tushundim. Va sizlarga ham shu narsani maslahat beraman qizlar. Biza ertaga yoshimiz katta bo'lib, kelinlarning qo'liga qarab yoki bizani ko'tarib qo'yib, anaqa ishlarimizni qilib berishimizga qarab qolmasligimiz uchun biz hozirdan yoshlikdan o'zimizni asrashimiz kerak. O'sha ovqatlarni deb, ya'ni boya aytganimdek, voy uvol bo'lmasin yoki voy yemay qolib ketmaydigan narsani o'ylamanglar qizlar, xayolinglarda shu ovqat yesamda yemasamda ko'nglim bir. Buni onamdan o'rganganman. Onam hayotimdagi eng katta ustozimda va yesam va yemasamda buni ko'nglim bir deb aytishni o'rganinglar qizlar. Men to'ylarga borganimda dieta qilardim. Именно bilsanglar agar, to'y bizada soat Toshkentda 7 dan keyin boshlanadi, ammo soat 6 da o'sha oxirgi ovqatlanishimni yeb bo'laman-ku. Soat 7, 7:30 da to'y boshlanardi qizlar. Yegim kelardi, bir xillarda xafa ham bo'lardim, bir xil payt buzib yeb qo'ygan vaqtlarim ham bo'ladi. Chunki dasturxondagi noz-ne'matlarni ko'rib, kun bo'yi ishlagansiz, to'g'rimi? Например, o'zingiz pulingizga kun bo'yi ishladingiz, kelinni oldingiz, kuyovni oldingiz, kelinni uyda podgotovka ishladim, kechga bordim, men shuncha ishladim. Xonadonning egalari meni o'zlariga chaqirishgan, "Voy, iltimos o'tiring, komoli bu narsa yeb oling" deyishsa, bir xil payt o'tirib yurdim, bir xil payt keyin yeb bo'lganimdan keyin vijdonim qiynalardi. Yemagan kunlarim uyga kelib xafa ham bo'lardim. Shuncha narsa bordi, yemadim. Endi ertasi kuni mana bunaqa grechka yeb o'tiribman derdim, lekin oyim aytardilar, "Voy bolam, o'lmasang hali uzoq umr ko'rsang bunaqa narsadan qanchasi bo'ladi? Yemagan joyim uyga ham olib kelyapti, mana shuncha narsa. Yemagan joyingmi, unaqa qilma, ko'nglingni keng qil, yesamda yemasamda ko'nglim bir degan, deyishni o'rgangin. Bu senga sog'lig'ing uchun ozishni xohlayotsanmi, ozgina nimagadir erishish uchun nimadandir voz kechish kerak deb o'rgatganlar. Va men bu narsani sizlarga ham qizlar o'rgatyapman. Yoshi katta insonlarimizning har bitta gapi biz uchun ular masalan opitda. Например, tasavvur qilinglar, men sho'pirman va siz ham sho'pirsiz, ikkalamiz ham viloyatga qatnaymiz, sho'pirmiz. Например, men birinchi sizdan oldin yurib ketdim va sizdan olib yurib ketib, yo'lda radar bormi, GAI bormi, nimadir problema bormi, например, yo'lda DTP bo'ldimi, shu narsani men sizdan oldin borgan bo'lsam, men u narsani sizdan oldin ko'rganman va siz kelayotganingizda men sizga telefon qilib, yo'lda DTP bo'pti, ehtiyot bo'lib yur, keyin yo'lda radar bor, mana bitta gaishnik bor, feminina
taqvo ol deb o'rgatsam, sizga o'zingiz borib shu qiyinchiliklardan o'tganingizdan ko'ra man sizga aytib qo'yganimda shu narsaga ahamiyat berib o'tishingiz osonroq, to'g'rimi? Siz yengilroq maza qilib utrujdать qilmasdan, qiynalmasdan borasiz. Shuning uchun ham mani maslahatlarimni yoki bo'lmasam yoshi katta insonlarni maslahat, man o'zim yoshi kattaman demoqchi emas, man shu narsalardan o'tganim uchun o'qitim bilan bo'lishayotganim uchun aytyapman va yo'linglardan chiqmang yoki bo'lmasam yoshi katta qaynonanglar bormi, qaynotanglar bormi, dada buvilarimiz, onalarimiz bormi, ular bizdan bitta kiyim bo'lsa ham ko'proq kiyishgan va ularni o'qiti biz uchun har doim kerak. Va so'zimni oxirida aytmoqchiman qizlar, iltimos qilaman videolarimga layk bosinglar, menga obuna bo'linglar. Videoga layk bosing, obuna bo'ling demayapman, iltimos qilib so'rayapman hurmat bilan. Va bugungi bergan informatsiyalarim, ma'lumotlarim sizga foydali bo'ladi degan umiddaman, manfaatli bo'lsin deb duo qilaman. Shunaqa qilib yaxshi kunlarda ko'rishinglar, videolarimga layk bosishni, podpisatsiya qilishni va o'rtoqlaringlar bilan ulashishni esinglardan chiqarmanglar. Sog' bo'linglar.